Tarix bu g'oliblar yozadigan kitob deydilar. Ammo ba'zida g'oliblar ham, mag'lublar ham bir xil qonuniyatning qurboniga aylanadi. O'z kuchiga ortiqcha baho berish va mutlaq kuchga bo'lgan so'qir ishonch. Va shu va shunga o'xshash gaplarni avvalgi videolarda juda ham ko'p eshitganmiz. Ammo biz bilamizki, biz hech qanaqa bunaqa gaplarga uchadigan insonlar emasmiz. Haqiqat kim tomondaligini biz juda ham yaxshi bilamiz. Va bugungi mavzuyimiz do'stlar umuman boshqa. Obunachimiz iltimos qilgan mavzu Wehrmacht, Luftwaffe, Kriegsmarine qo'shinlari, ya'ni shunga atalgan mavzu. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yana Mexanik War kanali comeback qilgan holda bugungi mavzuni boshlaydi. Yaxshiroq o'rnashib oling, biz boshladik. 20-asrning o'rtalarida Yevropaning qoq markazida insoniyat tarixidagi eng dahshatli, eng mukammal va eng sovuqqon harbiy mashina dunyoga keladi. U uchta ustunga tayangan edi. Yerda Wehrmacht, samoda Luftwaffe va cheksiz ummonlarda Kriegsmarine. Bu shunchaki armiya emas edi. Bu o'sha davr Germaniyasining falsafasi, texnik dahosi va ayni paytda eng katta ma'naviy halokati edi. Bugun biz ushbu uchta kuchning qudrati va ularning ortida yashiringan fojiaviy falsafani varaqlaymiz. Temir qudratli edimi yoki inson irodasimi? Keling, birgalikda fikr yuritamiz. Wehrmacht nemis tilida tarjima qilganda shunchaki mudofaa kuchi degan ma'noni anglatadi. Ammo u mudofaa uchun emas, dunyoni qayta shakllantirish uchun yaratilgan edi. Ya'ni Germaniya va Adolf Hitler yahudiylardan butun Yevropani tozalab tashlamoqchi bo'lganini biz juda ham yaxshi bilamiz va aynan shunga tayangan ma'lumotlarni sizlarga yetkazgan holda shuni ayta olamanki, Wehrmacht shunchaki yer yuzini notoza qonlilardan tozalab tashlash va butun dunyoni toza qonlilarga qoldirish edi. Wehrmachtning falsafasi bitta so'zda mujassam edi. Blitzkrieg, chaqmoq tezligidagi urush. Bu strategiya zamirida vaqtni bo'ysundirish falsafasi yotardi. Nemis generallari urushni cho'zish, halokat ekanligini yaxshi bilishardi. Shuning uchun Wehrmacht po'lat tishli ulkan hayvondek tez va shafqatsiz harakat qildi. Tanklar mexanikasi va piyodalarning sinxron harakati san'at darajasiga ko'tarildi. Biroq Wehrmachtning eng katta falsafiy xatosi nima edi? Ular tabiatni va inson ruhini hisobga olishmadi. Rossiyaning cheksiz dashtlari, botqoqliklari va qahraton qishi Wehrmachtning temir intizomini muzlatib qo'ydi. Stalingrad xarobalari ostida nemis askari tushundi. Texnika qanchalik mukammal bo'lmasin, u o'lim bilan yuzma-yuz kelgan inson irodasini senga qul qilib bera olmaydi. Wehrmacht o'z takabburligini loyiga botib halok bo'ldi. Agar yer Wehrmachtga tegishli bo'lsa, osmon ikar avlodlariga, Luftwaffe'ga tegishli bo'lishi kerak edi. Reichsmarshal German Göring boshchiligidagi bu qo'shin 3-Reyxning eng erka, eng mashhur va eng dabdabali qismi edi. Luftwaffe falsafasi bu mutlaq hukmronlik va qo'rquv falsafasi edi. Junkers samolyotlariga o'rnatilgan Erichan sirenalari yerda turgan odamlarning qalbiga dahshat solardi. Bu shunchaki bomba emas, psixologik qurol. Ular osmondan turib yangi dunyo tartibini o'rnatmoqchi bo'lishdi. Ammo osmon bepoyon, havo esa hammaga birdek erkindir. Britaniya uchun jangda Luftwaffe o'zining illyuziyalariga duch keldi. Strategik xatolar, takabburlik va eng muhimi yoqilg'i yetishmovchiligi. Luftwaffening qanotlari xuddi shunday qilib sindi. Urushning so'nggi yillarida bu mag'rur lochinlar o'z shaharlarini ittifoqchilarning gilamli bombalashlardan himoya qila olmaydigan ojiz qushlarga aylanishdi. Samodagi buyuklik epopeyasi yerda yonayotgan fyuzelyajlar ichida yakun topdi. Shunday qilib, Luftwaffe, Germaniya havo kuchlarining tarixi butunlay yopildi.
Va nihoyat, urushning eng sirli, eng sovuq va eng fojiaviy qismi bu Kriegsmarine. Nemis harbiy dengiz floti. Ular Atlantika okeanining qorong'u tubida yashashgan va o'sha yerda jang qilishgan. Kriegsmarine falsafasi bu yolg'izlik va asimetrik urush falsafasi edi. Buyuk Britaniya kabi dengiz imperiyasiga qarshi ochiq jangda turib bera olmasligini bilgan admiral Karl Zontis bo'rilar galasi Wolfpack taktikasini o'ylab topdi. Suvosti kemalari okean tubida xuddi ko'rinmas sharpalardek kezib yurib, raqibning hayot tomiri bo'lgan yuk kemalarini ovlar edi. Bu qo'shin turi eng og'ir psixologik bosim ostida yashagan. Tasavvur qiling, tonnalab suv ostida, tor, temir qutining ichida har bir nafas siqilgan, har bir soniya o'lim bilan yuzma-yuz. Kriegsmarine askarlari o'zlarini o'limga mahkum etilgan ritsarlar deb hisoblashgan. Va bu haqiqat edi. Urush davomida suvosti kemalarida xizmat qilgan 40 mingga yaqin nemis dengizchisining qariyb 30 mingtasi okean tubini o'ziga abadiy qabr qildi. Ularning falsafasi dushman kemasini cho'ktirish emas, okeanning sovuq va shafqatsiz sukunatida omon qolish. Wehrmacht yerda yengildi. Luftwaffe osmondan quladi. Kriegsmarine esa okean tubiga g'arq bo'ldi. Nega? Ko'p tarixchilar aytadiki, chunki dunyodagi eng mukammal harbiy texnika ham eng qattiq intizom va adolatsiz g'oya ustida qurilgan bo'lsa, barbod bo'lishga mahkumdir deyishadi. Lekin tarixchilar nega bizga bunchalik yolg'on ma'lumotlar berishadi? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nima? Nemislarning yutqazishiga sababchi faqat shularmi? Yoki yahudiylar tomonidan jo'natilgan josuslar, sotqin generallar, sotqin ofitserlar, qo'rqoq askarlarmi? Bu tomonini men hal qilmayman do'stlar. Men hech kimni millatchilikka da'vat qilmoqchi emasman. Shunchaki odamlarga haqiqatni ochib berishni xohlayman xolos. Bu ishda kuch tarix sahifalarida faqatgina o'zlarining taktik daholari bilan emas, balki insoniyatga qoldirgan eng katta ogohlantirishi bilan qoldi. Urush bu g'alaba emas. Urush bu har doim fojia. Qanchalik baland uchma, qanchalik chuqur yashirinma va yerda qanchalik shafqatsiz bo'lma, tarix har doim o'z ishini qiladi. Bugun biz ushbu temir mashinalarni o'rganar ekanmiz. Maqsadimiz ularni ulug'lash emas, balki tinchlikning qadriga yetishdir. Chunki tarix o'z xatolaridan saboq olmaganlarni qayta jazolash odatiga ega. Xo'sh do'stlar, siz qanday fikrdasiz? Bu uchta kuchdan qaysi biri urush taqdirini butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin edi? Izohlarda o'z fikringizni qoldiring, kanalga obuna bo'ling. Tarixga teranroq boqishga davom etamiz. Har doimgidek. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Omon bo'linglar do'stlar.